42. növbətlik Türkiye Kitap ve Medeniyet Yarmankasida Uygurca eserlerimi yer aldı. Türkiye'nin en dağınık kitap yarmankalaridan birisi bolgan Türkiye Kitap ve Medeniyet Yarmankasının bu yılki 42. qitimqisi 3. ayının 7. günü İstanbul'daki keng kitapxumarlarga ışıklarını içivetdi. Her yılı Ramazan ayida ötküzülüp kelinevatkan mezkur yarmankaga Türkiye'de aldınqı qatarda turuvatkan neşriyat orunları, akademikler, mütefekkirler ve edebiyatçılar qatnaştı. Şundaqla dağınık yazıcılarının imza günleri ve ilmi söhbetlerimi tertiplendi. Tarihi Fatih Camisi'nin voylusuga kurulgan yarmankaga İstanbul'daki kitapxumar Uygur ailelerimi ziyaretke kelişti. Uygur ata-analar farzandlari xoligan ve qiziqqan mazmunlardagi kitap ve jurnallarni tanlab setivilishdi. Yarmankaga ailesini elib kelgan Abdulahad Odun efendim mazkur kitap fuarıga her yili keldiganligini, bu qitimqi yarmankaga qatnaşqan birdan-bir Uygur nashriyati bo'lgan Avlod nashriyatiga oid kitaplarning keng Uygur kitapxonalar tarafidan qizg'in olqishga erishib kelayotganligini bayon qilib, mundaq dedi. Uygur tilidagi sifatlik material jihatda azroq qiynalamiz, chunki vatanda qolgan kitaplarning hammani ochiq bo'lmagandan keyin miyada bularni chiqayotgan jurnallari, ana keyin shu bolalarningki diniy axloqiy tarbiyasiga munosabatli kitaplarni biz bak yoqtiramiz. Bolalarimiz darslik qilib o'qiymiz bizning uyda. Bu qitimqi yarmankaga ota-onasi bilan qatnaşqan 11 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan Uygur qarindoshlar Avlod nashriyatidan setib olgan kitaplarni hayajonlangan holda bizlarga ko'rsatib, sizning kitobingizning ismi nima? Elifbami? Elifbakan. Sen o'qiyapsan Uyg'urcha kitob? Ha, men Uyg'urcha kitob o'qiyapman. Ha, bo'pti. Qaysi kitoblarni yaxshi ko'rasizlar, Bakrak? Men to'rt quloq jurnalini yaxshi ko'raman. Sizchi qizim? Men Ben Elifba kitabını yaxshi ko'raman. Elifba kitobnimi? Uyg'urcha hozir o'qiy olasizlar, shundaqmi? Darini ata qilg'uchi. Ota-onasi bilan kelgan 12 yoshli Ayşe ve 6 yoshli Aysima hadisingillarmi ziyoratimiz esnasida qo'ldirdagi Uyg'urcha o'smirlar kitobini roman aldı o'qib berib, Uyg'urcha savodining borligini isbotlab bergan bo'ldi. Şunun bilan sabah ay yulduzluq ko'k bayroq mamlakatiga berish qaroriga keldi. Uning bakmi cho'ng qo'rqmas qip-qizil yuragi bor ekan. Apisi uning yuragiga chin isilishni taplabdi. Bu qitimqi 42. növbətlik Türkiye Kitap ve Medeniyet Yarmankasiga Avlod nashriyati nomi bilan qatnaşqan ve mazkur nashriyatning qurg'uvchilaridan birisi bo'lgan Abdullah Qarqash efendim ziyoratimizni qabul qilib, Uygur nashriyatchilik sohasida elib berayotgan faoliyatlari to'g'risida so'zlab, mundaq dedi. Bu yarmankaga qatnashishimizning sababi birinchisi shundaq bir 42 yildan buyon davom qilib kelgan yarmankamdi bu. Shuningda biz Uyg'urlarning kitobining bir ko'rinishini setirishdan bakroq shu nimada kitapçılar qatarida Uyg'urlarning yer olishini arzu qilib, iltimos qildik, qabul qilindi elhamdülillah. Bu yıl qatnasha oldik. 2017 yıldan buyon biz kitap jurnal sohasiga kirib qoldik. Anandaki 2019 yılga kelgan vaqtida Farabi jamiyati ostida Avlod nashriyati deb rasmiy tunji Uyg'urlarning muhojiratdagi tunji rasmiy nashriyatini qurgan bo'ldik. Ham shu kundan bugunga qadar cho'ng kichik bo'lib 130 parchadan ko'proq kitap nashr qildik. Hammasini qonunli va sifatli her jihatdan. İstanbul'un tarihi yerimi arılı bolgan Fatih rayonunda ötküzülayotgan 42. növbətlik Türkiye Kitap ve Medeniyet Yarmankası 3. ayının 7. günü başlanıp 23. günü ayaklaşır ekan.